Muhaciratdagi Uyg'urlar rostila tugamas talash-tortishlar ichida o'tyapti. Uyg'urlardan ba'zi kishilarning diasporadagi Uyg'urlar nima uchun bitmas tugamas talash-tortish va oyga chiqmas jidal majra patqiga ketib qoladi? Buni hal qilishning biror chorasi yo'qmi degandek andishalik savollarni o'tirg'a qo'yib azoblanadigan, ba'zilar bo'lsa bunda qiyin savollardan ruhiy tushadigan ahvollar atrofimizda ba'zida ko'rilib, ko'plagan kishilarni gangirtib, bearam qilib turyotidi. Biz bu haqda ba'zi analizlarni qilib, xalqimizga sunishni va ko'z qarashlarimizni o'rtoqlashishni loyiq ko'ramiz. Normalda har qanday bir to'plum yoki millat ichida talash-tortishlar va jidal majralar bo'lib turadigan bo'lib, har qanday davlatdagi qonun tuzumlar shuning uchun mavjud bo'ladi. Ammo ko'pincha davlat va millatlarda bu xil ahvollar umumliq ega bo'lmagan tarqoq ahvol bo'lib, asosiy iqim emas. Mustaqil davlati bor xalqlarning ko'pinchisi o'zlarining qonunda belgilangan haq-huquqlardan erkin bahramand bo'lg'achqa, ular vaqtini o'zlarining normal hayotiga, xizmatiga va bolalarini tarbiyalashga sarf qiladi. Ko'plagan talash-tortishlar nurg'un kishilar bilan munosabatsiz va ularning normal hayotiga ko'p ta'sir ko'rsatmaydigan bo'lg'achqa, faqat bir qism munosabatli kishilar yoki talash-tortishlarga qiziqadigan kishilar bunday talash-tortish va jidal majralarga qatnashadi. Ammo normalda qonunning kontrolligidan olqib ketilmaydi. Bu ishlar bilan munosabatsiz yoki talash-tortishga qiziqmaydigan kishilar o'z ishi bilan mashg'ul bo'lib, normal hayotini davom qilaveradi. Albatta, ba'zida u talash-tortish va jidal majralar kengayib, ig'irlashib, keng ko'lamli to'qinish yoki ichki urushga aylanishi mumkin. Tugamas talash-tortish va oxiri chiqmas jidal majralarning asosiy sababi insonlar orasidagi ideologiya, qimmat qarash, foyda-manfaat, kuch-huquq taqsimoti va siyosiy maydon jihatdagi farqlar bo'lib, ko'pincha ahvolda talash-tortishlar ko'p sondagi kishilarning manfaati bilan munosabatlik va hal qilish qiyin bo'lgan masalalar tufaylidan kelib chiqadi. Bu hargizmi yolg'iz bizda mavjud ahvol bo'lmasdan, balki hamma millatda mavjud ahvol. Faqat biz o'zimizning ahvoliga bakrak tunish bo'lg'achqa, o'zimizning ahvoliga bakrak ko'ngil bo'lgachga va boshqalarning ahvolidan o'zimizning ahvoldek unda xabardor bo'lmag'achqa, bu ahvollar xuddi bizga xos ahvoldek bilinadi. Albatta, agar bizdagi ahvol boshqalar bilan butunlay o'xshash emas, bizning umumyuzlik ahvolimiz boshqalardan farqli bo'lg'achqa, bu jihatdami albatta farqlar mavjud. Uzun muddat boshqalarning mustamlikasida yashagan, bo'libmi ig'ir darajada irqiy qirg'inchilik uchrayotgan bizdagi ahvol boshqa mustaqil davlati bor va xotirjam yashayotgan millatlarning ahvoliga solishtirganda ko'p farqliq va murakkab. Bizdagi bitmas tugamas talash-tortish va jidal majralarning sababi ko'p taraflamilik bo'lib, uni bizning yaqinqi zamon tariximizdan, jamiyatshunoslik, psixologiyalik, insonshunoslik qatorliq ko'p taraflamilik nuqtai nazarlardan chiqish qilib analiz qilishga to'g'ri keladi. Vatansizlikning dardini ko'p tortgan diasporadagi Uyg'urlarga nisbatan hozir o'tirg'a chiqayotgan talash-tortish va jidal majralarning ko'pinchisi vatandagi vaziyat va muhojiratdagi davoni cho'rdigan bo'lib, u hammalarning manfaati va vatanning kelgusi istiqboli bilan bevosita munosabatlik bo'lg'achqa, u talash-tortish va jidal majralarni bir yoqqa qayirib qo'yib, yoki uningga aralashmay normal hayotimizni o'tkazish qiyin. Chunki oramizdagi farqli insonlarning to'g'ri xatoga bo'lgan o'lchami boshqacha bo'lib, birisi to'g'ri ko'rgan usul yana biriga xato tuyulishi mumkin. Bo'libmi, da'voning uzun so'zilishi, ko'plagan kishilarning vatandagi tuqqanlari bilan aloqa qilolmasligi, xalqimiz orasida ig'ir darajada umidsizlik va tushkunlik paydo qilg'achqa, yuzlangan fojialarning sababini tashkilotlar yoki da'vo qilayotgan ba'zi insonlarning xato yo'l tutganligidan deb o'ylaydigan kishilarmi oz emas. Boshqalar xato qilyotdi deb o'ylab, o'zini texmi haqli his qiladigan va ishlarni men deganda qilgan bo'lsa, ahvol hozirgidan yaxshi bo'ladi deb o'ylaydiganlar kunni-kunga ko'payayotgan bugungi kunda vatan millat davosidan ko'pchilik umid qilgan bir natija chiqmay turib, bu talash-tortish va jidal majralar qisqa muddat ichida to'xtamasligi, hatto hozirgidan ig'irlashib, uzun muddat davomlashishi mumkin. Bundan boshqa, mustamlika zaminda hokimiyat yurgizayotganlar o'zining mustamlikasi va xotirjamlik uchun har xil vosita va usullarni qo'llanib, xalqni shu xil oxiri chiqmaydigan talash-tortish va jidal majraga mashg'ul qilishga tirishib kelgan bo'lg'achqa, oramizdagi ko'plagan kishilar bilib bilmay Xitoy hukumatining o'yiniga kelyotdi.
Köpçülükə ma'lum bolğandek, Xitay hökuməti muqimlik üçün hər il nurg'un mablag' saldigan bo'lib, bu mablag'ning xili ko'p qismi meni yuyishqa, psixologiyalik monopol qilishqa va bizni o'zimizning yig'ida o'zimizning go'shini qo'rishga sarf qilindi. Meni yuyish va psixologiyalik kontrol qilish orqali insonlarning iddisi, dunyo qarashi va tafakkur qilish usulini o'zgartirish jihatda nurg'un tajribalardan o'tgan unumli usullar bo'lib, ular yolg'iz bizga emas, dunyodagi bizga o'xshash boshqa millatlarga alohida unumini ko'rsatgan. Nurg'un davlatlarda davom qilayotgan ichki to'qinish va jamiyat muqimsizligi dal mushu sababdan bo'lib, psixologiyalik tizginlash va hujumlarning kuchiga hargiz sal qarg'ala bo'lmaydi. Muhaciratdagi Uyg'ur jamoati orasidagi bo'linish va behuda talash-tartishlarning ziyinini azaytish uchun yanada afqarni bilgan, o'z hissiyoti va nafsini millatning cho'ng manfaati uchun tizginlayoladigan qalbi nurli kishilar ko'proq bosh qotirishi va ko'z qarashdagi va usuldagi qisman farqlarni qayirib qo'yib turib, o'rtaq manfaat uchun birlashadigan yo'lni yaratish kerak.